Bunaqa naporni ko'rmagansizlar. Bu ko'rib turganlar pena beton xizmatini ustamiz qilib beryaptilar. Odamlar shu narsadan foydalanmayotganiga hayron bo'laman. Tashqaridan issiq kelyapti, to'g'rimi? Issiqni shu narsa ushlab qoladi. Ichkarida muzdek havoda ham chiqarib olmaydigan bo'ladi. Bu nima deganlarga pena beton xizmatda bo'ladi. Rostdan Rossiyadan kelganmi aka? Rossiya texnologiyasi asosida. Demak, akangiz Rossiyadan o'rganib kelgan bu narsa. Zo'r. Nechta xonadonga quydik taxminan? Taxminan aka endi har kuni masalan 8 ta 7 ta apparat ishga chiqsa, demak 7 ta 8 ta. 4 yildan beri ishlaysizlar. Zo'r. Son sanoqsiz. Necha qalinlikda qilib beramiz aka? Qalinligi aka mana shu yerda masalan hozir ham o'lchab qo'yamiz mana. O'lchab ham beramiz. Qo'lingizga solaveramizmi yo bir apparatimiz bormi? Mana hozir. Hech qo'lligini. Ustani qo'li, mani qo'lim emas. 7, 9, 10 aka mana shu 10 dan oshiq chiqadi. 10 dan oshiq chiqadi. Zo'r. Biz obunachilarga kvadrati 45 ming so'mdan maxsus materiallarni vodiy bo'la aloqaga chiqarasizlar, chiroyli holatda qilib berilaveradi aka. Xudo xolasa aka mana shu ko'tarilib qolgan taxtalar baland past bo'lsa, o'sha 7 dan 10 gacha deb aytamiz aka.